Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Kanalimiz mehmonlari, barchangizni kirib kelayotgan ro'zai Ramazon oyi bilan muborakbod etamiz. Shu boisdan arzonchi va sifatli gilam qidirganlar bo'lsa, Omali gilamlarda Ramazon oyi ichi katta chegirma boshlanish arafasida. Hozir sizlarga narxlarini bir qator tanishtirib o'tamiz. Albatta, videodan oldin bitta like bosib, kuzatishda davom eting. Qanunda boshladik. Assalomu alaykum, do'konimizga xush kelibsizlar. Hozirda 20-fevraldan 10-martgacha bo'lgan Ramazon aksiyamizga start berdik. Hamma narxlarni tanishtirib o'tamiz. Mana orqamizda turgan Madonna gilamimiz yana 320 lik. Oldingi narxi 155 ming so'm sotilgan. Hozirgi narxi 135 ming so'm chegirma narxida xarid qilsangiz bo'ladi. Buni 3,5 metrli variantlari ham bor. Oldingi narxi 160 ming so'mga sotilgan. Hozir chegirmadagi narxi 145 ming so'mga xarid qilsangiz bo'ladi. Buni 4 metrli variantlari ham bor. Mana bu tomonda Madonna gilam bu ham. Oldingi narxi 180 ming so'mgacha sotganmiz. Hozir chegirmadagi narxi 166 ming so'mga xarid qilsangiz bo'ladi. Endi ko'pchilikda mijozlarimizga e'tiborga nisbatan Fendi polosalarimizdan olib kelib qo'yganmiz, yangilik. Oldingi narxi 170 ming so'm, bozorda 180 ming so'm sotilgan. Chegirmadagi narxi 150 ming so'mga xarid qilsangiz bo'ladi. 3 xil rasvetkasi bor. Bu qobil narsamiz yangi chiqqan. Hozirgi chegirmadagi narxi 250 ming so'm. Oldin 320 ming so'mdan sotilgan. Keyingi razmerlarimiz bor. Bu yerda qalinroq ipak mahsulotlarimiz. Bularimiz Champion nomli gilam, materiali sintetika bo'lmaydi. Poliester material. Endi 3,5 metrli. Oldingi narxi 250 ming so'm. Hozir skidkadagi narxi 215 ming so'mga xarid qilsangiz bo'ladi. Keyin buni daroshkalari ham bor. Champion. Endi 80 lik, oldingi narxi 60 ming so'm, hozir chegirmada 50 ming so'm. 1 metrligi 70 ming so'm sotilgan, 60 ming so'mga tushirib qo'ydik. Hozirgi 120 razmeri 81 ming so'm sotilgan. Hozir chegirmada 70 ming so'm. Buni 1,5 metrligi bor. Oldin 103 ming so'm sotilgan, hozir 90 ming so'm. 2 metrligi bor, 135 ming so'm. Hozir chegirma narxi 125 ming so'm. Keyingisi endi 2,5 metrli, bundan ham rulonlarimiz bor boshqa. Oldingi narxi 170 ming, 180 ming so'm sotganmiz. Hozir chegirmadagi narxi 155 ming so'm. Orqamdagi gilamlar ham endi 3,5 metrli. O'sha skidka narxida 215 ming so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. Yagona degan gilamlarni tanishtirib o'tamiz. Bularimiz qalin to'qilgan bo'ladi. Xorazm Urtek zavodniki. Yagona endi 2,5 metrli. Oldingi narxi 230 ming so'm, 250 ming so'm sotganmiz. Hozir Ramazon chegirmamizda 215 ming so'mga xarid qilsangiz bo'ladi. Keyingisi endi 2 metrli 185 ming so'm sotilgan. Hozir chegirmadagi narxi 175 ming so'mga xarid qilsangiz bo'ladi. Bunisi endi 150. Oldingi narxi 136 ming so'm, hozirgi narxi 126 ming so'mga xarid qilsangiz bo'ladi. Bunisi esa 120 lik, 110 ming so'mgacha sotganmiz. Hozir chegirmada 100 ming so'mga tushirib qo'ydik narxini. Bunisi endi 1 metrligi. 91 ming so'm sotilgan, hozir 81 ming so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. Bulari endi 80 lik 73 ming so'm, 80 ming so'm sotilgan. Hozir chegirmada 63 ming so'm. Bu qatordagi gilamlarimiz ham xuddi o'sha narxlarda boshqa assortimentdagi toifadagilar. Bularimiz endi 4 metrlik razmerda bo'lib, xuddi shu yagona nomli gilamimizni oldingi narxi 380 ming so'm, 400 ming so'mgacha sotganmiz. Hozir chegirmada 315 ming so'mga xarid qilsangiz bo'ladi. Keyin bu yoqda Gold nomli gilamlarimiz ham bor. Yagonani 3,5 metrligi ham bor. Oldin 320 ming so'm sotilgan, hozir chegirmadagi narxi 275 ming so'mga olsangiz bo'ladi. Buni ham 4 xil 5 xil assortimenti bor. Keyin bu Gold nomli gilamimiz materiali ipak bo'ladi. Yaltiroq poliester tog'lanadigan material. Oldingi narxi 290 ming so'm, 300 ming so'm sotganmiz. Hozir chegirmada 230 ming so'mga xarid qilsangiz bo'ladi. Bularda ham boshqa razmerdagilari bor. Yagona nomlida endi 3 metrligi bor. 280 ming so'm sotilgan, hozir chegirmada 235 ming so'm. Shu 3 xil 4 xil rasvetkasi bor. Madonna gilamlarimizni endi 270 ligidan bor. 170 ming so'm sotilgan, hozirgi narxida 113 ming so'm. Bularimiz endi 2,5 metrli, 125 ming so'm sotilgan, hozir 108 ming so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. Bular 2 metrli yana. Oldingi narxi 100 ming so'm, hozir chegirmadagi narxi 85 ming so'mga xarid qilsangiz bo'ladi. Oldin aytgan Champion gilamimiz endi 4 metrli razmeri bilan. Oldingi narxi 290 ming so'm, 300 ming so'm sotganmiz. Hozirgi chegirmadagi narxi 249 ming so'm. Madonna gilamimiz endi 370 ligi ham bor, nostandart uylar uchun.
hozirgi narxi 160 ming so'm. Oldingi eski narxi esa 170 ming so'm edi. Fendi polosimizda endi 3 metrliklari bor. Boshqa joylarda 170 ming, 155 ming sotilgan Fendi polosni biz chegirma narxida 135 ming so'mga tushirib qo'yganmiz. Bu Qobul polosimiz ham bor. Bularning narxi oxirgi narxi 220 ming so'mdan metri. Keyin bu yoqda chempion gilamimiz yana 3 metrlik qolib ketib qopti. Mana. Bularning ham chegirma narxi 250 ming, 210 ming sotganmiz. Hozir 185 ming so'm qilib qo'yganmiz narxlari. Endi bular ro'zg'or bor, uyga sotadiganlar. Endi ipak materiali Turkiya bilan sammesini chiqarilgan gilamlarimizga keldik. Endi 80ligi oldingi narxi 80 ming so'm edi, hozirgi narxi 70 ming so'm. Endi 1 metrligi ham bor edi, naryoqdagi. Xo'p, 120ligi 125 ming, 120 ming so'm sotilgan, hozir 110 ming so'm. Bulari endi 1,5 metrli. Oldingi narxi 150 ming so'm, hozir chegirmadagi narxi 135 ming so'm. Unisi 2 li razmeri ham bor. Oldin 200 ming, 210 ming sotilgan gilamlarda hozir 185 ming so'mga xarid qilsangiz bo'ladi. Endi 2,5 metrlikka ham bor buni. Oldin 250 ming so'm sotilgan, hozirgi narxi 230 ming so'mga xarid qilsangiz bo'ladi. Bularda katta razmerlardagilar ham bor. Masalan, endi 3,5 metrlik mana katta rulonimiz bor. Oldingi narxi 270 ming, 400 ming so'mlardan sotganmiz bu gilamlarda. Hozir chegirmadagi narxi 312 ming so'mga xarid qilsangiz bo'ladi. Keyin Eron nomli gilamimiz Turkiya bilan sammesni to'qilishi nihoyatda zich to'qilgan material ipak. Buni narxi 250 ming so'm. Hozirgi chegirmadagi narxi 290 ming so'mga xarid qilsangiz bo'ladi. Keyin endi 4 metrligi ham bor. O'sha ipak gilamimizni oldin 420 ming, 450 ming so'm sotganmiz. Hozir chegirmada 255 ming so'mni xarid qilsangiz bo'ladi. Orqamdagilar bular yana 3 metrli Eron gilamlarimiz bo'ladi bular. Oldingi narxi 400 ming so'm sotilgan, hozir chegirmada 335 ming so'mga xarid qilsangiz bo'ladi. Bu ipak gilamimizni yana 3 metrli razmeri. Oldingi narxi 320 ming so'm, hozir chegirmadagi narxi 267 ming so'mga xarid qilsangiz bo'ladi. Bu yoqda yana 4 metrli Eron gilamlarimizdan ham bor. Eron gilamlarimizdan bor. Bularning narxi oldingi narxi 520 ming so'm, hozir chegirmadagi narxi 446 ming so'mga xarid qilsangiz bo'ladi. Yagona gilamlarimizni tayyor gatoviy variantlarini ham olib kelib qo'yganmiz. Bularning kvadrati 91 ming so'mdan 80 ming so'mga tushirib qo'yganmiz. Ipak gilamlarimizni kvadrati 1 kvadrati 90 ming so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. Bu Eron gilamimizni tayyor gatoviy varianti bo'ladi. Oldingi narxi 125 ming, 130 ming so'mdan kvadratini sotganmiz. Hozirgi narxi 111 ming so'mga kamaytirib qo'ydik. Keyin bu yoqda Madonna gilam ro'zg'orobop zinalarga so'ragan mijozlarimiz uchun endi 1,5 metrli mana 75 ming so'm sotganmiz oldingi narx. Hozir 65 ming so'mga xarid qilsangiz bo'ladi. Madonna gilamda 120 lik razmeri bor. Oldingi narxi 60 ming so'm, hozirgi chegirmadagi narxi 52 ming so'mga xarid qilsangiz bo'ladi. Bularda ham 3 xil 4 xil rasvetkalari bor. Madonna gilamda endi 1 metrligidan bor. Oldingi narxi 50 ming so'm, hozirgi narxi 43 ming so'mga kamaytirib qo'ydik. 80ligi ham bor bularning. Kichkina yo'lchalarga bo'lsa, yana 80lik 40 ming so'm sotilgan. Hozirgi chegirmadagi narxi 36 ming so'mga xarid qilsangiz bo'ladi. 36 mi, 34 mi? Ha, 34 ming so'mga xarid qilsangiz bo'ladi. Uzr, adasi ketib qoldim. Madonna gilamlarimiz 150 ming so'mdan oldingi eski narxi, hozirgi chegirmadagi narxi 125 ming so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilar, bugun sizlarga chegirmadagi gilam narxlarini qisqacha tanishtirib o'tdik. Albatta, Ramazon chegirmasining muddati 20-fevral sanasidan 10-mart sanasigacha bo'lib o'tadi. Manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani prokuratura binosini ro'parasida joylashgan. Barchangizni Omali gilamda kutib qolamiz.